Xo'p, Daniel Defoe muallifligidagi Robinzon Kruzo asarini ko'pchilik o'qigan bo'lishi mumkin. O'qimagan bo'lsanglar ham televideniye orqali hech bo'lmaganda bir marotaba kinosiga ko'zinglar tushgan. Xo'p, mana shu yerda sizda savol vujudga kelganmi yo'qmi bilmadim, lekin menda yurist bo'lganim uchun savol vujudga keldi. Ya'ni Robinzon Kruzoda ushbu orolga nisbatan mulkiy huquq bormi? U yerda qurilgan uylarga, qurollariga, ya'ni mehnat qurollariga nisbatan yoki u boqib olgan hayvonlarga nisbatan Robinzon Kruzoda mulkiy huquq vujudga kelishi mumkinmi yo'qmi degan savol bor. Mana shu savol bilan biz hozir Doniyor aka Imom Niyozovga, advokatga yuzlanamiz. Xo'p, men hozir mikrofonni Doniyor akaga beraman va ularni fikrlarini so'raymiz. Ya'ni Robinzon Kruzoda mulkiy huquq bormi yo'qmi? Assalomu alaykum. Robinzon Kruzo bilan bog'liq bo'lgan munosabat bu mulkiy munosabatlarni tushuntirishda yaxshigina misol bo'la oladi. Robinzon Kruzoni to orolga tushib, Jumovoyni uchratgungacha bo'lgan jarayonda unda mulkiy munosabat mavjud emas. Sababi mulk va mulkiy munosabatlar bu ijtimoiy munosabat hisoblanadi va ijtimoiy munosabat bu ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasidagina vujudga keladi. Shuning uchun ham Robinzon Kruzo orolga tushgandan keyin uni qayig'i, uyi, chaylasi, ya'ni bug'doy ekadi, bug'doy zori yoki bo'lmasa echkisi va boshqa ov qurollari, bular garchi iqtisodiy jihatdan ta'minlangan moddiy ne'mat bo'lsa-da, lekin ular o'rtasida muayyan bir mulkiy aloqani mavjud emasligini ko'rishimiz mumkin. Sababi aytdik, mulk bu ijtimoiy munosabat va mulkiy munosabatlar ham shaxs, mulk va boshqa bir shaxslar paydo bo'lganda yoki bo'lmasa vujudga kelgandagina ana shu munosabat hisoblanadi. Xo'p, men hozir bitta xulosa qildim. Ya'ni bizda o'sha 3 ta elementimiz bor. Qonunchilik bo'yicha egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish. Robinzon Kruzoni holatida Jumovoy paydo bo'lgungacha, demak, egalik qilishi bor, foydalanishi bor. 3-element bo'lmaganligi uchun biz buni mulkiy munosabat deb atay olmayapmiz. Chunki mulkiy munosabat bo'lishi uchun ijtimoiy munosabat bo'lishi kerak ekan. Ya'ni alohida yana bir subyekt mavjud bo'lishi kerak. Jumovoy paydo bo'lishi bilan shunda Robinzon Kruzoda mulkiy munosabat vujudga kelyapti, shundan. Robinzon Kruzoda mulkiy munosabat qachon vujudga keladi? O'sha Jumovoyni uchratgandan keyin. Lekin aytdik, garchi misol uchun o'sha ov qurollari yoki boshqa ashyolari bo'lsa-da, unda unga nisbatan mulk huquqini o'zi yo'q. Mulk huquqi ham umuman o'sha mulkiy munosabat doirasida atalganligi uchun, o'sha doiraga kirganligi uchun Robinzon Jumovoyni uchratgandan keyingina sof holatda shakllanadi va misol uchun egalik yoki foydalanish deb aytishni o'zi qaysidir ma'noda g'aliz bo'lib qoladi. Chunki baribir o'sha mulkiy munosabatga borib taqaladi. Xo'p, demak, Jumovoy paydo bo'lgungacha bu iqtisodiy ma'nodagi ashyo bor ekan, mulk huquqi bo'lish uchun Jumovoy bizga kerak bo'lar ekan. Eslab qoling, mulk huquqi bo'lish uchun ikkita subyekt va orada ma'lum bir ashyo o'sha mulk sifatida e'tirof etilishi kerak ekan. Sog' bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling.